Yoshlikni eslab, do'mboqqina, yumshoqqina o'sha quyultirilgan sut bilan yong'oq sepilgan juda ham mazali bulochkalarni tayyorlaymiz. Demak, idishga iliq 300 ml sut, 80 gram erigan sariyog', albatta doimgidek men kalliqi mazali sut va sariyog'dan foydalanaman. 1 dona tuxum, choy qoshiq ichida tuz, 5 osh qoshiq shakar, ketidan sifatli, yaxshi ishlaydigan Beker Dream drojasidan 1,5 choy qoshiq hamda 2 choy qoshiq vanilya shakarini qo'shib, massani yaxshilab aralashtiramiz. Ushbu massaga oliy navli unni elakdan oz-ozdan o'tkazib, yumshoqqina, silliq xamir qorib olishimiz kerak bo'ladi. Xamirga umumiy hisobda menda taxminan 500 gram un yetarli bo'ldi. Tayyor bo'lgan xamir yog'langan idishga qo'yib, usti yopilgan holda oshib chiqqunicha issiqroq joyda 1 soatga qoldiramiz. 2-3 barobar ko'tarilib oshib olgan xamirni bir xil to'qqizta zuvaliga bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Zuvalarni qo'lda ozgina ochib, 1 choy qoshiq qaynab quyultirilgan sut bilan bulochkamizni yaxshilab tugib olamiz. Tugilgan bulochkalar usti yopiq holda yana 15-20 daqiqa oshirgani qoldiriladi. Oshib chiqqan bulochkalarning ustiga tuxum suramiz. Bulochkalar 180 darajada qizib turgan duxovkada ustilari qizargunicha taxminan 20-25 daqiqa atrofida pishiriladi. Mana bulochkalarimiz pishib chiqdi. Buni do'mboqqina yumshoqligini qaranglar. Bulochkalarning ustiga endi quyultirilgan sut surib, maydalangan yer yong'oq sepamiz. Juda ham mazali, momiqqina yoshlikni eslatuvchi bulochkalarimiz tayyor. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Dasturxoningiz fayzli, pishiriq va taomlaringiz esa doimo shirin bo'lsin. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha xayr.